Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Bugungi video obzorimizda FAF shassisida harakatlanuvchi Juhi rusumidagi avtovishkani sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling va uning imkoniyatlari haqida birma-bir tanishtirib o'tamiz. E'tiborimiz markazidagi Juhi avtovishkaning asosiy imkoniyatlari. Ushbu avtovishka 32 metr balandlikka chiqish imkoniyatiga ega bo'lib, bu uni ko'p qavatli binolarga xizmat ko'rsatish, elektr liniyalarini montaj qilish va reklama bannerlarini o'rnatish uchun ajoyib variantga aylandi. Maksimal ish radiusi 17 metr. Platformaning 17 metrlik radiusi tufayli ishchilar keng harakatlanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu tor joylarda yoki notekis hududlarda ishlashda juda qulaydir. Yuk ko'tarish qobiliyati 200 kg. Bu shuni anglatadiki, platformada 2 kishi va ularning ish qurollari bilan bemalol ishlash mumkin. Juhi avtovishka 7 seksiyali teleskopik strelaga ega bo'lib, bu unga balandlikka silliq va xavfsiz ko'tarilish imkonini beradi. Gidravlik tizim yordamida bu jarayon tez va muammosiz amalga oshiriladi. 360 gradus aylanish imkoniyati funksiyasi orqali ishchilar platformani istalgan yo'nalishda burib, kerakli joyga yetib borishlari mumkin. Gidravlik old va orqa tayanchlar avtovishkada gidravlik stabilizatorlar o'rnatilgan bo'lib, ular mashinaning har qanday yuzada mustahkam turishini va balandlikda ishlayotgan ishchilar uchun maksimal xavfsizlikni ta'minlaydi. Avtovishkamiz 160 ta ot kuchiga ega Dacia rusumli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, u Euro 5 ekologik standartiga to'liq mos keladi. Yoqilg'i turi dizel. Dizel yonilg'isida ishlaydigan ushbu model kam xarajat talab qiladi va yoqilg'ini samarali sarflaydi. Tormoz tizimi ABS va pnevmatik yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlash maqsadida avtovishka 2 konturli pnevmatik tormoz tizimi va ABS bilan jihozlangan. Avtovishkaning yo'lda harakatlanish tezligi soatiga 85 km ni tashkil qiladi. Bu esa uni shahar sharoitida ham, uzoq yo'lda ham samarali ishlatish imkonini beradi. Avtovishka haydovchi va uning yordamchilari uchun 3 o'rindiqli keng kabinaga ega. Konditsioner va avtomagnitola bilan jihozlangan kabina uzoq yo'lda ham qulaylik yaratadi. Xo'sh, bu 32 metrli avtovishkamiz kimlar uchun mos? Qurilish va ta'mirlash ishlari, elektr montaj ishlari, reklama industriyasi, yo'llarga xizmat ko'rsatish. Agar siz balandlikda ishlash uchun ishonchli, qulay va xavfsiz avtovishka izlayotgan bo'lsangiz, Juhi siz izlagan model. Bu texnika har qanday sharoitda ishonchli ishlaydi va ish jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Avtovishkamizga tayyorlangan video obzor o'z nihoyasiga yetdi. Avtovishkamiz hozirda sotuvda mavjud va uning narxi 855 million so'mni tashkil qilmoqda. Batafsil ma'lumot uchun quyida ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Savdo markazlarimizga tashrif buyurib, avtovishkamizni sinovdan o'tkazib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.